Assalomu alaykum hammaga, hurmatli o'quvchilar. Bugun Figma'ni tanishuv bo'yicha dars ikkinchi darsimizdan davom ettiramiz. Kelinglar bugun sizlar bilan nimalarni ko'rib chiqamiz. Xo'sh, bu faylimizdan tepaga chiqarib qo'yamiz. Bugun sizlar bilan mana shu instrumentlarni, mana bu bloklar va mana bu layerslar bo'yicha ishlashni o'rganamiz va bundan tashqari mana bu instrumentlar va bu yerdagi instrumentlarni ko'rib chiqamiz. Xo'sh, ketdik. Birinchi bizada instrumentimiz bo'lyapti. Bu yoqda bu mana mishkan narsasi. Bu nima qiladi? Menimcha buni hamma bilsa kerak. Bu mana shunaqa biron bir obyektlaringiz bo'lsa, yo chizib olgan obyektlaringiz bo'lsa, uni o'ng chapga qilib yoki katta kichkina qilish uchun xizmat qiladi. Buni katta kichkina qilib olish uchun mana bir tarafni olib borib turib chapga o'ngga tortsanglar bo'ladi, kichkina qiladi. Mana bu joydan tortsanglar, xuddi mana shuni rakurs bo'yicha katta qiladi. Agarda shift bossanglar, shift bo'yicha razmerini o'zgartirilmagan holda katta qiladi. Agarda alt bossanglar, butun gorizontal tochka bo'yicha bu katta qiladi. Alt shift bossanglar bo'lsa, mana bunaqa o'ynatib olmaydi. Shift bittada qanaqa razmer bo'lsa, shunaqa katta qilishsa yordam beradi. Xo'sh, ketdik. Va bundan tashqari ko'p bir nechta funksiyalar bor, o'sha ko'rishingiz mumkin. Bu yerda ustiga 2 marta, 3 marta bosganda mana shu mishka orqali ishlanadi. Va ko'rib turishingiz mumkin, bu yerda 2-3 marta bosganimdan keyin bizda mana bunaqa tochkalar chiqyapti. Bu tochkalarning vazifasini menimcha bilsangiz kerak. Bu Adobe Illustratorda ham bor, Photoshopda ham bor. Bu tochkalar mana shu chizilgan obyektni shaklini o'zgartirish va o'sha shakllarni mana shakl umuman yig'ilishi uchun mana shu nuqtalar orqali bu shakllantiriladi, ko'rishingiz mumkin va o'sha nuqtalar orqali sizlar uni o'zgartirishingiz mumkin va shaklini xohlagan ko'rinishga keltirishingiz mumkin. Yoki qo'shimchasiga bunda tochka qo'yib, olib ishlatishingiz mumkin. Mana ko'rishingiz mumkin. Hozir men 2 marta bosganimdan keyin mana bu ko'rinish hosil bo'lgandan keyin bu yoqda biza bir nechta funksiyalarni qilsak bo'ladi. Birinchi funksiya bu sizlar mana bu nuqtasi yo'q joylarga, ya'ni nuqtasi yo'q joyga nuqtani tochkani qo'yib, obyekt tochkasini qo'yib, mana olib borishingiz bilan paydo bo'lyapti. Shu yerga qo'yaymi deb. Shu olib kelib, bu avtomatik o'zi ko'rsatadi. Olib kelib nuqtani qo'yib, buni o'zgartirib, shaklini boshqacharoq yo to'g'riroq qilib o'zgartirishingiz mumkin. Va bundan tashqari har bitta obyektni mana bunaqa ko'rinishda belgilab olib, har bitta nuqtani u joyni o'zi bilan ham отдельно ishlashingiz mumkin bo'ladi. Va endi bu yerda bitta shu joylarni ko'rib ketaylik va masalan mana bu obyektni biza mana bu qayrilgan holatda turibdi. Sizlar buni ruchnoy qilishingiz mumkin. Mana bunaqa o'ngga chapga to'g'rilab yoki bu obyekt xuddi shu mana shu tochkani belgilab olib, bu yerdan tayyor ko'rsatilgan instrumentlardan foydalanib turib to'g'rilasangiz bo'ladi. Bu yerda mana misol uchun mana shu joy belgilab olsak, mana buni bossak, liniya chiqarib beradi, ikki taraflama to'g'rilashingiz uchun. Keyingisi bo'lsa, bu avvalnisini to'g'rilab beradi. Agarda sizlarda misol uchun keling bitta obyekt chizib olamiz. Bunaqa obyekt emasdi. Mana bunaqa obyekt chizib olamiz va bu obyektga hozir bitta rang beramiz. Rang berdik va mana bu nuqtasini men avvalniroq qilmoqchiman. Hozir avvalni qilaman desam, ko'rasizlar hech qanaqa yondagi mana bu вспомогательный liniyalar chiqmayapti. Buni qanaqa avvalni qilaman yoki qanaqa shaklni to'g'rilayman degan savol tug'ilsa, sizlar prosta barcha tochkani belgilab olasizlar-da. Men bitta o'tib turib, men ikkinchi Mirror Edge deganni bitta bossanglar, mana sizlarga ko'rasizlar o'zgartirishingiz uchun, to'g'rilashingiz uchun mana shunaqa cho'pchalarni chiqarib beradi. Uchinchisi bo'lsa, bu shunda o'zi avvalni qilib beradi, avtomatik. Ko'rishingiz mumkin. Shunaqa holatlarda buni ishlatsa bo'ladi. Misol uchun bu yoqda ham mana cellni ko'rasizlar yo'q, bu yoqda ham chiqarib o'zingiz shakl chiqarib olmoqchi bo'lsangiz, nima qilasizlar? Buni belgilab olib turib, qanaqadir shaklni o'zingiz chiqarib olsangiz bo'ladi. Mabodo chizayotgan shakllaringizda muammo tug'ilsa, olib turib mana shunaqa o'ynatsangiz bo'ladi. Bu yoqda ham mana ko'rishingiz mumkin. Bo'lgandan keyin mana уже tayyor bo'ldi. Bemalol keyin 2 marta bu yoqdan bosib olsangiz, bu уже как sizlarga tochkalar bilan ko'rsatmaydi. Bunday qilib o'ynatishingiz uchun foydali bo'ladi. Ba'zi bir holatlarda obyektlar bilan ishlayotganlaringizda
2-3 marta bossang ham mana bunaqa tochkalarni ko'rsatmay qoladi. Ba'zi bir obyektlarda uni 2-3 marta bossang ham ko'rsatmay qoladi. Bu holatda nima qilish kerak? Bu holatda mabodo shunaqa holat bo'lib qolsa, ba'zida Figmada meni o'zimda ham bo'ladi. 3-4 marta bosaman deymanda, boshqa obyektlarning ustiga o'tib ketadi, qiynalib ketaman-da. Shu holatda qiynalmaslik uchun buni belgilaymizda. Mana bu joyda 3 ta nuqta bor. 3 ta nuqtaning ustiga bossak, edit object degan bir narsa bor. O'shaning ustiga bitta bossak, bizga mana tochkalarni srazu chiqarib beradi. Endi ana 3-4 marta bosib o'tirmaysizlar-da, prosta bitta obyektni belgilab, mana bu yerga o'tib, edit object qilsanglar, уже mana tochkalarni chiqarib beradi va bu yerda ham mana tinchgina bundoq ishlab shaklni chiqartirsak bo'ladi. Ko'rishingiz mumkin. Va bundan tashqari bizda nima bor? Ko'rib turgan bo'lsangiz kerak. Men 2-3 marta bosganimdan keyin buni rotate qilmoqchi bo'lsam, mana shu joyga olib kelib, buni bu yoqdan ruchnoy rotate qilsam bo'ladi. Mana kompyuterim imkoniyat qilyapti o'zingcha. Bu yoqda agar o'xshamay qolsa, mabodo men bu yerga o'tib turib, bizda mana rotate bo'limi bor. Mana shu yerga o'tib turib, istasak kombinatsiya bersak bo'ladi. 40 deb yoki 50 yoki 80 gradus, 90 gradusga deb yoki ruchnoy olib kelib, mana bu joyga olib kelib, chap mishkani bosib turib bundoq qilsanglar, buni bundoq o'zi avtomatik bundoq o'zini ruchnoy to'g'rilab qo'yarsanglar bo'ladi. Endi misol uchun sizlarda mana ikkita obyekt belgilanib qoldi. Va mana shu ikkita obyektni o'rtasini yopib olmoqchisizlar. Figmada bo'ladimi degan savol borda. Shu narsa qilsa bo'ladi. Xuddi Illustratorda bor edi-yu. Figmada ham shunaqa narsa bor. Mana bitta obyektni belgilab olamiz. Belgilab olgandan keyin bitta Ctrl qaranglar. Ctrl Shift ni bosib turamiz-da, ikkinchi obyektimizni ham belgilab olamiz. Mana belgilab oldik. Belgilab olgandan keyin mana bu instrument bor. Mana shu instrumentni Shape Builder bor. Tanlab turib, bundoq qilsak, ko'rishingiz mumkin. Nima qilyapti? Obyektlarni birga qo'yapti. Bu Figmani yangi featuresi yaqinda chiqdi o'zi. 2 oy ham bo'lmadi. Zato mana shunaqa oldin yo'q edi, juda muammo edi bu narsa. Hozir mana shunaqa qilib, bundoq qilib ishlatib, bu 2-3 ta 4 ta obyektlarni qo'shib yuborsanglar bo'ladi. Agarda ortiqcha joyini, masalan, mana bu joyini olib tashlamoqchi bo'lsanglar, Alt ni bosib turib, bundoq qo'rsanglar, mana o'zi o'chiradi. Ko'rishingiz mumkin. Shu instrument bilan qilinadi. Ikkinchisi bizda misol uchun sizlarda bir nechta tochkalar, nuqtalar bor. Mana shu tochkalarni bittalab belgilashga qiynalaysizlar. Misol uchun to'rtburchak standart holatdagi mana bunaqa holatda qiynalaysizlar. Shunaqa holatda qiynalayotgan bo'lsangiz, sizlarda уже belgilanadigan versiyasi bor. Mana bunaqa qilib obyektlarni, o'sha nuqtalarni belgilab olsanglar bo'ladi. Bunaqa qilib belgilab o'zingizlarni belgili shakllaringizni ishlatsanglar bo'ladi. Bu shuning uchun kerak bo'ladi. Keyingisi bu bizda rang fill bo'ladi. Ya'ni qaysi ma'noda sizlarda bir nechta obyekt bo'lsa, hozir yangi chiqqan featurelari bu. Bu yerdan olib turib, tanlab, misol uchun bu yoqga buni belgilab qo'yganim uchun bo'pti. Olib turib, shu instrument bilan tipa rang berishingiz mumkin. Shu vazifani bajaradi. Ikkinchisi bizda nima bo'lyapti? Ikkinchisi nima deb o'ylaysizlar? Mana bu oxirgisi. Selam shunga o'xshagan. Bu ham mana shu o'tkir nuqtalarni mana shu obyekt tanlab olib, bu endi mana bu nastroyka bor-ku, mana shu bilan mana ikkalasi mana shu ikkalasi bu yoqda ham bor. Endi bu yoqqa ham qo'shishgan sababi Adobe Illustrator yangi Adobe Figmani yangi funksiyasida, yangi oxirgi upgrade'larda maksimal Illustratorda sindirish harakatlarini qilishyapti. Bular dizaynerlarga umuman optimizatsiya qilib borishyapti, tinmay.
bu narsani qo'shgani, чтобы logotiplarni yoki qanaqadir illyustratsiyalarni ham mana shu Figmada chizishsin degan ma'noda qilishgan. Qulaylik sifatida va mana shu ikkita funksiyani ham qo'shgan. No, birinchisida tushundinglar, u rang beradi, prosta rang, tupo rang, bu yoqda ham bersa bo'ladi uni. Ikkinchisi mana shu obyektlarni olib turib to'g'rilab olish uchun mana bunaqa nastroykalar chiqadi. Bo'ladi. Xo'sh, bu joylarda menimcha tushundinglar. Endi biza buni x qilib tashlaymiz. Bizga достаточно bo'ldi bu ma'lumotlar. Keyingisi bizada nima? Keyingisi bizada keyingi instrumentimiz bizada mana bu 3 ta narsa ko'rasizlar. Bu frame deyiladi. Xo'sh, frame bor va section bor. Frame'ni nimaligini tushuntirishga harakat qilaman sizlarga. Misol uchun, sizlarni bitta obyektinglar bor. Masalan, bitta razmer ochib oldinglar va mana shu razmer ochganlaringda uni yoniga kelinglar, internetdan image deb yozamiz, image misol uchun mana bu olmani rasmini oldim. Copy image qilaman deb qo'ydim. Men bu olmani yarmini bu yoqqa qo'yishim kerak. Keyin bu yoqqa yarmini qo'yishim kerak. Samo saboy men hamma mana shu olmalarimni men kesib chiqmayman-ku yarmidan. Misol uchun kichiraytirib yoki yarmini kesib tashlab Photoshopda boshqa instrumentda kesib tashlab qo'yib o'tirmayman-ku. Chunki ertaga mabodo men buni o'ngroqqa surishim kerak bo'lsa, buni kesib qo'ygan bo'lsam, g'alati bo'lib qoladi. Shu holatda nima bo'ladi? Bizada nima yordamga keladi? Albatta, bizga frame yordamga keladi. Frame nima, qanaqa qulayligi bor? Mana frame bitta ochamiz. O'ng tarafga qarasanglar, bizada tayyor framelar bor. Xuddi bu Illustratorda bitta obyekt ochib olardik-ku, fayl ochayotganda. Razmerlarni berib, xuddi shunaqa narsa. O'ng qo'lda mana gotoviy narsalar bor. Bu yerda ko'proq расширенный boshqa programmalarga qaraganda bunda juda ham ko'p. Masalan, Paper bor, Watch bor, ya'ni telefonlarning modellari bor, 14-15 larni. Biza kelinglar bitta yaxshi o'zimizga taniqli bo'lgan Paperga kiramiz. Masalan, Ator razmerdagi bitta frame ochib olamiz. Va framega nom berilgan mana Ator 1 deb. Va buni biz duplikat qilib bir nechta framelar qilib ketaversak bo'ladi. Endi kelinglar frame featuresini sizlarga ko'rsataman. Endi men mana shu olmamni olaman, Ctrl C qilaman-da, Ctrl V qilib olmani qo'ydim. Ko'rishingiz mumkin va buni o'ngroqqa tortaman mana. Va buni bunday qilib duplikat qilib, buni bu yoqqa qo'yaman. Mana frame'ni ko'rasizlar. Ya'ni men biron любой narsa qilsam ham, mana shu ichida qilaman, ortiqcha narsalarim bo'lsa, frame'dan tashqariga chiqib ketadi. Bo'ldi. Men boshimni ortib o'tirmayman. Atam olmani kesib tashlab, yarmini olib degan narsa. Istasam olmani rotate qilib qo'yaman, ozgina mana bunaqa qilib. Chiroyligina masalan dizayncha qilsam bo'ladi. Olib turib, misol uchun men o'rtasiga tekst yozib, qanaqa tekst masalan Apple'ni xato yozmagan bo'lsam bo'ldi. Bu yoqdan 50 qilamiz razmerni, qilib qanaqadir dizayn qilib ketaversam bo'ladi. Menga frame mana shuni hisobiga kerak bo'ladi. Ko'rasizlar? Mana ortiqcha joylarni. Endi frame yana boshqa narsalari bor, ularni ko'rsataman. Bundan tashqari frame qulayligi nimada? Sizlar eksport qilayotganda Figmada mana shu framega qo'ymasanglar, misol uchun men ikkita mana 3 ta narsani ko'rsatyapman sizlarga. 3 ta narsani ko'rsatyapman. Men agar buni eksport qilsam, men bu 3 chala narsani addenni qilib tushirib beradi. Agarda men frame eksport qilsam, mana shu frame bitta o'zini surat qilib, ya'ni rasm qilib tushirib beradi. Frame featuresini tushundinglar, bu yoqda nimaligini. Yaxshi. Endi frame o'ziga ham biz mana shu o'zida razmerlarni berib, istasak bu joydan razmerni berib, mana eni va bo'yi bu yoqdan o'zimizga kerak razmerlarni berib, mana shunaqa qilib kattaroq qilib, bo'yini ham noroq qilib to'g'irlab olishimiz mumkin. Yoki ruchnoy o'zimiz aniq qilamiz. Endi ba'zi birovlar frame ochganda
sal anaqasi nima bo'lib qoladi, bir xillarda bo'ladi shunaqa muammo. Xullas, mana bunaqa bo'lib qoladi. Frame ochgan Selim lekin ortiqcha joy chiqib qolgan bo'ladi. Bunda nima qilingan? Biz frame belgilab olamiz-da, bu yoqqa o'tib clip content qilib qo'yamiz. Ya'ni bu nima degani? Ortiqcha joylarni olib tashlagan, ko'rsatmagan degan ma'no bo'ladi. O'sha clip content sizlarda o'chirilgan bo'lsa, mana shunaqa bo'lib qoladi. Buni sizlar to'g'rilab qo'ysanglar, mana bunday qilib bo'ldi, ishingni hal bo'ladi. Endi bundan tashqari bizda yana bir nechta mana shu frame ichidagi, keyin frame bor, bizda layout bor, juda ko'p funksiyalari bor. Illustrator anaqada, Figmada ularni bitta-bitta ko'rib o'tiramiz jarayonda. Хорошо? Endi bizda nima bor? Framelarni tayyorlab oldik. Endi bizda bu yoqda yana bitta narsa bor, section degan narsa bor. Buni vazifasi nima? Endi section vazifasi o'zi agarda sizlarda bir nechta obyektlar bo'lsa, masalan, bir nechta bu ko'proq mobilniy приложение yoki web dasturlarni qo'yganlaringda, dizaynni qo'yganlaringda framelar juda ham ko'p bo'lib ketadi-da. Ya'ni juda ham ko'p bo'limli frame bo'lib ketadi. Ya'ni bitta about panelda, misol uchun 4 ta 5 ta bo'limi bo'lishi mumkin yoki bitta servis panelda 20 ta 30 xil bo'limlari bo'lib ketishi mumkin. Misol uchun kelinglar, men sizlarga ko'rsatay bitta proyektdan. Dasta. Misol uchun mana bu bitta proyektimizda bor. Bu yerda prям bo'limlar ko'p bo'lib ketganda. Hozir ochasin. Mana. Ko'rishingiz mumkin, buncha yaqinlashtirmayman. Mana bu bitta bo'lim. Ko'rasizlar, ya'ni buni ichida yana bitta bo'lim bo'lib ketganda, har bitta knopkani bosganda nima bo'lish kerakligini. Mana shu yerda sizlar selection vazifasini aytib ketaman. Mana shu yerda sizlar shu narsalarning hammasini bitta sectionga solib ketsanglar bo'ladi. Ya'ni section ochamiz, misol uchun bunday qilamiz. Belgilaymiz. Ko'rdinglar? Mana shu sectionga hamma obyektlarimiz kirib ketadi. Framelarimiz. Va biz bunga nima qilsak bo'ladi keyin? Nom berib qo'ysak bo'ladi. Misol uchun buni nomi click job bo'lishi mumkin-da, masalan. Click job. Mana shu sectionda shu bitta bo'lim yo bitta направление mana bu section qilib kiritib qo'ysanglar bo'ladi. Buni featuresi shu. Bu nimaga qulay? Programmistlarga va boshqalarga ko'rsatayotganda bo'lim bo'lib qo'yganda kerakli narsa hisoblanadi. Tushundinglarmi vazifasini? Mana buni ham olib turib, misol uchun bu menda nima bo'lyapti? Ismda post deylikda, misol uchun men belgiladim. Bitta bo'limcha qilib qo'yaman, post. Bo'l. Bu post bo'lib, mana shuni ichiga kirib qoldi. Mana shu narsani o'sha kimdir ishlayotgan bo'lsa, mana shu section ichida nima qatga tegishliligini bilib olish uchun kerak bo'ladi. Bu narsa nimaga qo'yilgan? O'sha komandaviy ishlayotganda, jamoa bo'lib ishlayotganda bir kishining qilgan ishini boshqa odam buza olmasligi uchun kerak bo'lganligi uchun mana shunaqa sectionlarga, section layerlarga bo'lib qo'yiladi. Tushundinglar? Men uchinchisi kerak emas, vobshe ishlatilmaydi. Endi bizda ketyapti bu yoqda tayyor obyektlar. Bularni sizlar harflar orqali yoki o'zi горячий klavishlar orqali chiqarib olsanglar bo'ladi. Обычный narsalar, to'rtburchak, katta kichkina qilishi, tam nima, arrow bor, bu strelkacha tayyorlashi, yana nimalar bor. Ellips bor, aylana qilib tushirib olishi, yana nima bor. Star yulduz bor, image video bor, ya'ni biron bir obyekt rasmni yoki nimani sizlar bu yerga tushirib olsanglar bo'ladi uni qilib. Rasm ko'rinishida tushirib olsanglar bo'ladi. Bu yerda banalniy narsalar, ko'rishingiz mumkin, elementarniy narsalar. Menimcha bular ham unda ochib ko'rgan odam bittada tushunib oladi bu narsalarni. Xo'p, ketdik. Keyingisi bizda bo'lyapti. Nima bo'lyapti? Pen tool. Bu o'sha chizib olishimiz uchun kerakli bo'lgan narsa. Bu narsani menimcha hammanglar ishlatish bilasizlar, ko'rgan bo'lsangiz kerak. O'sha Illustratorda ham bu instrument bor. Bu o'sha aytganimdek, biron bir obyektning narsalar bo'lsa, qanaqadir illyustratsiya chizmoqchi bo'lsanglar, mana shuni olib turib chizishingiz uchun juda qulay instrument. Ko'rasizlar? Buni ishlatishga keladigan bo'lsak, bir xil absolyutniy Illustratorda qanaqa ishlatgan bo'lsanglar, bu yoqda ham uni ishlash prinsipi bir xil. Hech qat'iy o'zgarmagan, boshqa bo'lmagan. Mana sizlar misol uchun obyekt chizib oldinglar, qop-qora bo'lib tushdi. Bu nima bo'lyapti? Shunda bu obyektni noto'g'ri chizdimmi degan savol sizlar tug'ilishi mumkin. Yo'q, sizlar noto'g'ri
chizmagansizlar. Prosta sizlarda bu obyekt stroke rangini beryapti-da, fill rangini bermayapti. Stroke bilan fillni bilasizlar. Stroke bu o'sha chetidagi stroklarini rangi, fill bo'lsa uni ichidagi rangi. Bunga biz kirib turib o'ng tarafdan obyektni belgilay olamiz. Обязательно obyekt belgilamasanglar qiyin. Obyekt belgilay olib, bu yerdan fill knopkasini ko'rasizlar. Bitta plus qilsak, biz bunga nima qila olamiz? Rang bera olamiz bunga. Qizil yoki sariq rang berib turib, mana bunday qilib rangini o'zgartirib olsak bo'ladi. Bu ranglarni biz bir necha etapda bersak bo'ladi. Fillda shu nima ustma-ust bersak bo'ladi. Xo'sh. Keyingisi bizada pencil bor. Bu o'sha qalamcha, misol uchun chizib olishinglar uchun kerak narsa. Buni ham vaqt ishlatilmaydi ko'p holatda. No, agarda biror narsani sizlar olib turib o'rtog'inglarga nimaga chizib shotni ko'rsatmoqchi bo'lsanglar, bu o'sha pencil bir ham qulay narsa. Undan keyin bizda tekst, ya'ni biz tekstlar bilan ishlasak, mana misol uchun bu yerga nima yozamiz? Assalomu alaykum. Mana. Misol uchun mana tekst tushirib oldik. Bizda shu tekstni bu yoqdagi vazifasi shu. Tekst tushirib olish uchun qo'yilgan u va biz bunga nima qila olamiz? Bu дополнительный instrumentlar yo'q, shu uchun o'ng tarafdan biz unga kerakli nimalarni bera olsak bo'ladi. Nastroykalar. Masalan, obyektni tekst tushirib oldik. Tekst tushirib olganimizdan keyin o'ng tarafga o'tsanglar, bizda topografiya bor. Ya'ni tekstga har xil nastroykalarni, featurelarni bersak bo'ladi. Bu yerda mana birinchisini bossanglar, bu mana ko'rishingiz mumkin. O'ta ham kichkina bo'lib qoldi. Hozir katta qiling. Mana bu yerdan biz shriftni, shakllarini qo'yib, o'zimizga mosini tanlab olishimiz mumkin. Misol uchun kelinglar, standartliroq shrift olamiz. Mana. Botda undan keyingisi ko'rasizlar, уже mana nastroykalarni qilish, ya'ni qalinroq, jirniroq qilib olishlar bo'lyapti. Bu yoqda bizda ikkinchisi auto degan turibdi. Botda misol uchun bizda ikkita tekst ustma-ust tushgan bo'lsa, ularni tepa-past oralig'idagi intervalini to'g'irlash bo'ladi. Botda auto turibdi. Men buni olib turib 100 qilishim mumkin. Yoki undan-da kam qilib ko'rib, o'zim mana bunaqa ruchnoy to'g'irlasam bo'ladi. Yoki avto qilib qo'ysam bo'ladi, o'zi avtomatik to'g'irlanadi. Ba'zi bir holatlarda shunaqa bo'ladi. Protsentning o'rniga son tushib qoladi. Ba'zi bir holatlarda shunaqa bo'ladi. O'shanda holatda men sizlarga maslahat berardim. Protsent qilib qo'yishdi. Prosta yozuv bo'lib qoladi. Raqamlar orqali intervalni to'g'irlab oladi. Unda sal chalkashib ketasizlar. Lutchi foizli ishlatganlaring yaxshi. Tepa-past qilib to'g'irlab olsak bo'ladi. Bunisi bo'lsa, yondagi bo'lsa, yozuvlarni, harflarning orasidagi oraliq intervalni to'g'irlash uchun xizmat ko'rsatadi. Endi bundan tashqari bizda nima bo'lyapti? Misol uchun buni assalomu alaykum assalom desak, bunisi bizda o'rtaga, o'ngga, chapga qilib to'g'irlayapti. Samый standartnilar. Ko'rishingiz mumkin. Buni jarayonda ko'rsataman. Hozirlar ko'rsatganlarim bilan tushunmaysizlar. Keyingi darslarda jarayonda ko'rsataman bu narsani. Va bizda mana bu joyda nastroykacha turibdi. Дополнительный настройка. Ya'ni bu yerda eng asosiy ishlatiladigan narsalarni qo'yishganda, uncha ko'p ishlatilmaydiganlarni ichkariga nastroykaga qo'yib yuborishgan. Ya'ni bu yerda bizda nima ketyapti? Birinchisi boya ko'rgan joylaringiz 3 ta edi, ammo bunisi yoyib yuboradigan. Menimcha buni Word, Excelda ishlatgan bo'lsangiz kerak. Wordda yozib olganlaringda yonlariga o'rtaga qo'ysanglar xunuk bo'lib qoladi, lekin butun yoyib yuborish qilsanglar, butun tekst bo'lib tushadi. Wordda ishlaganimizda ish qilib, bo'ldi. O'sha holat bo'ladi. Ko'rsataymi buni ham primerni? Tushundinglarmi? Ko'rsata qoling. Misol uchun mana bunaqa oraliq qoldi. Men buni o'rtaga qo'ysam, boshqa qilsam xunuk bo'lib qolyapti. Men yoyib yubormoqchiman. Men bunaqa qilsam yoyilmadi-yu, no selim vazifasi ko'p shriftlarda yoyib to'g'irlab olish uchun xizmat ko'rsatadi.
Xo'sh, undan keyin bizda ketyapti tagidan chiziqcha qilish, ustidan chiziq qilish. Buni tushundinglar. Ikkinchisi bizda nima bo'lyapti? Uchinchisi katta harf qilish, kichkina harf qilish, bosh harflarni katta qilish va mamnaq qilib yozish, mamnaq ko'rinishlarni ko'rsatgan. Aslida men mana shu 3 tani ishlataman. Ko'p holatda qaysi kerak bo'lsa, o'zi ishlatib ketaveradi. Bular son qo'yish uchun va raqam qo'yib olish uchun ishlatiladi. Mana keyingisi bizda mana mana bunaqa narsa, menimcha ko'rgan bo'lsanglar kerak. Bu bir ikkita новостной kanallarda ko'rgan bo'lsanglar, zagolovni yozadi, oxirigacha yozilmay nuqta-nuqta bo'lib ketadi. Mana shu uchun qilingan instrument. Bu nimaga kerak o'zi bu degan savol bo'lsa, UI UX qilayotganlaringizda, bitta tekst tushirganlaringizda tegida hammasini o'chira olmaysizda, prosta kerakli interval berib qo'yib, mana shu instrument bosib qo'ysangiz, как будто yozilib ketayotgandaqa versiya bo'lib turadi. Veb-saytlarda ko'rgan bo'lsangiz, demak o'sha UI larda ham xuddi shunaqa qilinadi. Shu vazifani bajaradi bu. Buni tushundinglar menimcha, tekst bo'yicha ham men tushundinglar hammasini. Buni o'zi ishlatgansizlar, tekst bo'yicha muammo tug'ilmaydi degan umiddaman. Kommentariy qoldirish bo'ladi. Ya'ni sizlarni misol uchun birga ishlayotgan proyektda birga ishlayapsizlar. Aynan proyektda birga ishlash ham shart emas. Misol uchun klientga mahsulotni prezentatsiya qilyapsizlar va klient o'zini nima deydi, feedbacklarni aytadi. O'sha feedbacklarni kallangizda eslab qolmaysizlar-ku, shunda joyida kirasizlar. Misol uchun любой proyekt bo'lishi mumkin. O'lgurab ham sekin ochishni. Любой proyekt, masalan, menga aytaylik UI da klient aytadiki, "Men bu oq bo'lish kerak" deydi. Srazi kirib turib, klientni oldida oq qilmaysiz-ku uni. Olasiz, S knopkasini bosasiz. Tam bu joyni oq qilish kerak deb turib, kommentariy qoldirib ketasiz. Keyin hamma kommentariylar bo'lgandan keyin nima qilasizlar? Bittalab to'g'rilab qo'yasizlar. Mana shu uchun kommentariy kerak bo'ladi. Bir ikkita memlar bor o'zi figmachilarning ichida, tipa mijozi bilan prezentatsiyani qilib tugatib feedbacklarni olgandan keyin bundoq uzoqdan keladi-da, yaqinlashtiraversa, ana kommentariylar bir to'da bo'lib ketaveradi-da, qo'rqinchli bo'lib, strashni muzikaga qo'yib. Xuddi shunaqa narsalar memlar bor. O'sha kommentariylar kiritib ketaveradi. Masalan, bu yoqmasa, srazi kirasizlar, kommentariyni qoldirib ketasiz. Kimdir bitta bolaga zadacha berdinglar, sheriklar bor, uni ishi mana shu joy nito bo'ldi, uni olib turib ruchno to'g'rilab o'tirmaysizlar-da, kommentariy qoldirib ketasizlar. Kommentariyani o'zida bizda ko'p narsa qilsa bo'ladi. Bu joyda kommentariyni tushuntirib o'tib ketaman. Kommentariyada sizlar o'sha userni belgilab ketsanglar bo'ladi. Mana shu proyektda qaysi user ishlayotgan bo'lsa, shu userni emailni qo'yasizlar mana. Kuchukchani bossanglar, mana email chiqadi. Bosib turib, unga kommentariy qoldirsang bo'ladi. Tam bunaqa qilgan deb turib, bundan tashqari bu joyga sizlar ref ham tashlab ketsanglar bo'ladi. Mana. Keyin refga referens ham tashlab ketsanglar bo'ladi. Ya'ni nima bo'lyapti bu yerda fishka? Mana bu xatoni to'g'irlagin deydi, mana bunga o'xshadi deydi, mana shunaqa ref tashlab ketadi. Tushunyapsizlarmi? Va bundan tashqari, refdan tashqari link tashlab ketishi mumkin. Misol uchun, mana bu olmani linkini olib, bu yoqqa tashlab ketsa ham bo'ladi. Aytishimiz mumkin. Shulardan foydalanib, misol uchun, shulardan foydalanib qilinglar deb turib qo'ysam bo'ladi. Ko'rishinglar mumkin, bu men bu emailni belgilagan odamni o'ziga shaxsan yetib boradi. Qanaqa mazmunda? Misol uchun menda mana bunaqa bo'lsa, men bitta уведомление bor. Уведомление bor. Mana o'zimni belgilashganda, mana ko'rasizmi? Mana o'zimga kelyapti уведомление mana. Qaysidir proyektni belgilashgan shogirdimlar, ishchilarim mana kelyapti уведомление, men bilaman, что men bu proyekt bo'lgan ekan, men nechtadir proyekt ichida adashib ketmayman-da. O'sha уведомление o'zidan kirib ko'rib olishim mumkin. Plus qilib qo'yibdim. Bo'ldi. Men bitta kommentariy qoldirib ketganman-da, bir ikkita joylarda mana. Bular уже plus qilib ketadi. Undan tashqari, mana gapimga ham ular javob qaytarib, misol uchun,
men bu Otabek yozdi, mana yozibdi, men unga javob qaytarishim ham mumkin. Deb turib, "Yo'q, bu bo'lmaydi, bunaqaroq qilgan, xato qilsan" deb turib, ya'ni общениeni qilish uchun juda zo'r qulay narsa. Kommentariy bilan absolyutni ishlash kerak. Bu zo'r. Nima deydi? Ancha vaqt tejaydi va asablarni ham tejaydi. Chista yozib qo'yasizlar. O'zingizning gnyeflaringiz yoki biror yaxshi tilaklaringizni yozib qo'ysanglar, reflab bersanglar tushunarli bo'lib ketadi. Ana kimgadir kelib, "Mamnaq dizayn qilib" deb gapni tushuntirgandan ko'ra, imенно kommentariy bilan, reflar bilan mana shunaqa berib ketsa, bu o'ylaymanki super narsa. Любой odam kirgandan keyin, "Ha, bu okaga shunaqa narsa kerak ekan-ku" degan narsa bilan ishni davom ettiraveradi. Tushunyapsizlar, kommentariy qismi. Va bizada undan keyingisi bor. Bu mana bu narsa. Bu nima? Bu sizlarni короче assetslar bor va plugin degan narsa bor. Assets bu men sizlarga keyin tushuntiraman. Bu juda chuqurroq tema. Buni bitta jarayonda proyekt bilan ishlayotganda kimnidir esida bo'lsa, eslatsa, men tushuntirib o'tib ketaman bu narsani. Bizda plugin degan narsalar bor. Pluginlar nimaga kerak degan savolga, pluginlarning turi ko'p, juda ham ko'p turi. Pluginlar mana Figma'ning o'zida qaysidir instrumentlar yo'q, o'zida настройка заводской qilinmagan. Xuddi Photoshopda, skажем, remove, ya'ni orqa fonni olib tashlash imkoniyati bo'lsa-da Photoshopda, nimada Figma'da unaqa narsa yo'q. Tipa belgilab orqa fonni olib tashlash yo'q. Nima qiladi bu holatda bizga yordam keladi? Pluginlar, har xil platniy yoki besplatniy pluginlar yordamga keladi. Yoki misol uchun men bitta dizayn qilib oldimda, uni men, skажем, Illustratorga eksport qilmoqchiman yoki skажем, CorelDRAW yoki PSD formatga eksport qilmoqchiman yoki After Effects'ga birdan o'tkazib yubormoqchiman-da programmani. To есть chizgan illyustratsiyamni. Uning uchun nima qilaman? Bittalab eksport qilib chiqmayman-ku, shu kerakli plugin bor, o'sha plugindan foydalanaman-da, sразу ishlarimni hal qilib ketaman. Misol uchun kelinglar bitta pluginni ham ko'rsataman. Qaysi proyektni ko'rsam. Buni o'chirib tashlaymiz, bolalar keyin приложение demaymiz, просто приложение bilan pluginning farqi bor. Oddiy pluginchalar desak bo'ladi. Kelinglar, misol uchun men bitta plugindan foydalanaman. Men bu obyektni bittalab, masalan, oq-qora fonga o'tkazmoqchiman-da, uni bittalab o'tkazib o'tirmayman-da. O'zimning tayyor pluginim bor, Dark White degan, olaman-da. Buni bosib plugin ustiga bosdim. Ko'rishingiz mumkin. Nima qildi? Mani obyektimni oq fonga sразу o'tkazib berdi. Ну, обычный pluginda zo'r professional ishlamaydi ba'zi birlari. Juda ham ko'p bunaqa pluginlar. Masalan, любой o'ylagan narsalaringga plugin bor. Tam biron bir saytni UI kerakmi? Internetdan linkini olib turib, pluginga tashlasanglar, uni UI-ni chiqarib beradi, ili tam yana qanaqadir qo'shimcha narsalar kerak. Orqa fonni olib tashlamoqchisizlar, shadow bermoqchisizlar, light bermoqchisizlar. Ko'p. Pluginlarning soni ko'p. Uni просто search qilib qidirsanglar bo'ladi. Yo'q, bu Figma'ning o'zida bo'lmaydi. Bu plugin internet tarmog'ida bo'ladi. Sizlar kerakli ma'lum o'sha plugin topib qidirasizlar, chiqadi, chiqqandan keyin install qilib oladi, a? Yo'q, просто qidirasizlar. Nomi bilan qidirasizlar. Shu nomi bo'lsa, o'sha nomi bilan qidirasizlar va install qilib olasizlar. Ba'zi bir pluginlar platniy, ba'zi birlari free, nimasi yo'q. Muammosi yo'q. Xo'sh, bu narsa bo'yicha ham tushundinglar. Assets'ni ham tushuntirib o'tib ketaman. U faqat proyekt ishlayotganda kerak bo'ladi. Assets'lar selim shu. Bundan keyin bizda mana bunaqa narsa turibdi. Xo'sh, bolalar, sizlarda savol tug'ilishi mumkin. Bu nima farqi bor degan narsadan savol bo'ladi. Tug'ilgan bo'lishi mumkin shunaqa savol. Juda ko'p savol berasizlar, bilaman. Xo'sh, birinchisi bizda coding versiyaga o'tadigan bor. Mana o'ng tarafda oq turgani coding. Ya'ni men bitta hozir shular ishtiman tushunmaysizlar, keling men bitta o'tib tushuntira qolay. Opolintga. Mana coding bo'limiga o'taman. Coding bo'limida men UI tera olganman. Bitta razработчик kiryapti, front-end razработчик, ya'ni o'sha dizaynni o'sha kodda terib chiqish kerak. U coding bo'limiga o'tadi. O'zini kerakli instrumentlari bor, ranglarini ko'radigan, faqat uning uchun tegishli bo'lgan instrumentlar bor. Olib turib mana har bitta sectionni, har bitta bo'limni razmerlarini, bu har bittasini rastoyanisini o'sha o'zining instrumentida ko'rib chiqa oladi mana. Bo'yini, enini ko'rsatgan ko'rasizlar. Mana masalan, men bu joyini belgilayapmiz.
bo'y enini ko'rsatgan, background color buttonlarini, misol uchun mana bu narsani men ustiga bossam, mana background colorlari va mana bu kodlari bilan chiqarib beradi. Ko'rasizlarmi? Bu prям anaqalar uchun, razraботчиклар uchun kerak. Mana bu yerda stillarni ham chiqarib beradi. Figma o'zi po faktu shu uchun chiqarilgan mana. Nima qiladi bu? Kopiya qiladi, keyin под себя настраивать qilib ketaveradi bu narsa. Готовый stilistikani Figma shunaqa chiqarib beradi. Misol uchun mana bu yerda ham mana ko'rsatgan. Align item center degan, ya'ni o'rtaga qo'yish degan, gap 16, display flex deyapti. No, короче, razraботчикларning temasi bu. Siz UI UX'da mana shunaqa qilib kopiya qilib o'zi kerakli nastroykalar bor mana bitta kartni razmerlari tam kerakli nastroykalargacha ko'rsatadi и bular o'shandan foydalanib turib o'zini koding qismlarini qilaveradi. Endi undan keyingisi bizada buni tushundinglar, bu hozir ishlatayotgan ko'rinishimiz. Bunisi bo'lsa o'sha yangi chiqqan feature, yangi chiqqani bu o'sha Illustratorda yoki biron bir illyustratsiya chizmoqchi bo'lganlar uchun qilingan ko'rinish. Ya'ni bu o'sha обычный hamma bilgan pen tool. Bundan keyin bizga ketyapti. Brush chizib olish uchun bu yoqda biron narsalar bo'lsa, keyin qalam ketyapti. Qalamda ko'rasizlar, chizib olish uchun bu yerda keyin jurnisini to'g'irlab chizsanglar bo'ladi mana. Endi bu yoqda ham как будто illyustratsiyalar chizib boshqa qilish uchun qilinyapti. Bu section, image, video tushirish, text, kommentariy bo'ldi. Boyaga ko'rgan instrumentinglarni prosta bu yerga yoyib bo'lishroq kiritib qo'yishgan. Okay? Endi bu yoqda mana bu yerdagi fichchalari bor. Mana men bitta boya ko'rsatdimki, ikkitasini belgilaganda, misol uchun ikkitasini belgiladim shift bilan. Men bu yerda chiqadigan narsa bu yoqda ham chiqadi. Bu yoqda ham chiqadi shu narsa. Faqat coding bo'limida chiqmaydi. Shu aytgandim, men misol uchun bitta qo'yirish kerak bo'lsa, bitta qo'yirdi. Mana shu instrumentlar doполнительно chiqadi. Bu prosta чисто sizlarni nastroyga qo'yotganda qiynalmasliklaring uchun va bundan tashqari e'tibor beringlar. Mana bu joyni o'zgartirsanglar, faqat bu joy o'zgarmaydi, chap bilan o'ng tomon ham o'zgaradi. Qaranglar. Mana chap tarafga qaranglar mana. Bu yoqda чисто nom bilan oddiy черно-белый ko'rinishda ko'rsatyapti. Coding bo'limida вообще u ham shunaqa черно-белый ko'rinishda ko'rsatyapti. Vaqt bo'ldimi? Черно-белый ko'rinishda ko'rsatyapti. Illyustratsiya bo'limida mana sizlarga shunaqa qulaylik qilib qo'ygan, shu rasmni, vizualni ham ko'rsatyapti. Ko'rasizlar? Shu frame da ishlashni o'rganinglar. Frame siz Figmada ish bitmaydi. Faqatgina frame da ishlanadi. Framelarga nom berib, eksport qilish, boshqa qilish mumkin. Eng oxirgisi. Xullas, fundamental hozir pastdagi nastroykalarni tushundinglar. Qolganlarini nasib bo'lsa keyin yana ko'rib o'tib ketaveramiz. Okay? Sog' bo'linglar, charchamanglar.